Yo'q, o'shalar sport edi o'sha. Qoni aylanadi, u bolalarning o'yini, lekin shug'ullanib, tani joni sog' bo'lib, katta bo'lardi. Oddiy o'yinlarimiz ham sportdan iborat edi. O'g'il bolalarga ham hali bittasini yigirib turardi, belidan hali kazirodan o'ziga irg'igani singari irg'ib o'tardi. Sportmi shular? O'yin edi, lekin bolalarimiz shug'ullanardi. Biz yoshligimizda xuddi shunday qilganmiz, o'sha o'yinlar o'ynaganmiz. Hozir ko'rasizmi shu o'yinlarni birorta bolam o'ynayotgan. Bu hatto velosipedni o'rniga skuter olib beryapmiz. Men ham yosh bolamizga, endi 15 yoshar bo'lgan bolaga, 10-12 yoshar bolaga velosipedda qiynalmasin bolam maktabga borib kelgan deb skuter olib beryapmiz. U na foydani bilsin, na buni minishni bilsin. Bo'ldi, qoni aylanmayapti, bolalarimiz zaif katta bo'lyapti. Eskilarimiz oddiy o'yini ham biz uchun foyda edi, bolalarimiz uchun foyda edi. Ko'rsizmi? Demak, biz shunaqa beparvo bo'lib ketdik, bolamizni ko'palab tashladik hozir. Boshimizga qo'yib oldik bolalarimizni. Urush kerak, so'kish kerak, qattiq teyish kerak. Keyin ta'lim oladi, keyin ilmli bo'ladi, keyin bilimli bo'ladi. Dice ustoz so'kib qo'ysa, bo'ldi, bormaysan sen unga. O'qimaysan, u urar ekan, so'kar ekan, to'g'risi, bolalar ilmli bo'ladi. U bolalar ertaga katta bo'lib nima bo'ladi? Jamiyatni kim boshqaradi? Dinni shunday hamma oldingi olimlar o'ylayman, mana Amir Temurdek zot sohibi Qur'on bo'lgan. Qur'on egasi yo'q 10 yoshlarda qori bo'lgan. Alisher Navoiy 10 yoshlarda qori bo'lgan. Murattab qori bo'lgan bular. Oldin Qur'on yodlagan, keyin mana bu olim bo'lib ketgan. O'qish orqasidan bo'libdimi, ilmni orqasidan? Ana demak biz beparvoligimiz shunaqa darajada bo'lib ketdiki, bolalarimizni ko'paladikki, bugungi kunda o'g'il bolamizni qizlarni qiz boladan battar tashladi. Shuning uchun ko'ngil bo'lib qo'ying mana qanaqa narsalarga. Bolalarimiz ertaga bizga jamiyatda o'rnimizga qoladigan, juda zabardast erkak, o'g'il bola, bir o'zini himoya qila oladigan, har tomonlama bir kuch, aql, zehn borasida ham. Odam o'qimasa, zehn pasayib ketadi. Miya shunaqa narsa ekanki, ishlasa kuchayadi. O miyaning tomirlarini ko'rgan suratini hammamizlar miyani. Yong'oqda nimasi o'xshaydi. Shu oraliqlarga miya ishlamasa shilimshiq to'lib ketadi. Shilimshiq to'lib, ishlamaydigan bo'lib, zaif bo'lib, kalla ishlamaydigan bo'lib qoladi. O'sha miya ishlagandan keyin hali shilimshiqni yo'qotar ekan. Tozalanar ekan, endi kuchayar ekan. Endi bir narsaga aql yetadigan, fahm farosatli bo'ladigan bo'lar ekan. Qachon kitob o'qiydi, endi bo'ladi. Hozir internet, telefonni qo'liga berib qo'ydik, shapaloqli telefonni 10 yoshar bolamizda ham bor, 70 yosharimizda ham bor. Hammani qo'lida telefon. Osongina bitta savol, bir narsa kerak bo'lsa, darrov topib bo'ldi, bitdi. Tagi yo'q, betini bilib qo'yapti xolos. Uni agar kitob o'qisa, o'sha savolning javobini topguncha nechta kitob chiqadi. Nechta narsani o'rganadi, izlanadi. Shu kitob o'qitmay qo'ydik, bolalarimizga qaramay qo'ydik, oxir-oqibat yaxshilikka bormaydi bu ketish. Jamiyat rasvo bo'ladi. Shuning uchun bu masalaga ko'ngil bo'lishimiz kerak. Bolalarimizga qattiq turaylik. So'kadigan joyda so'kib, uradigan joyda urib. Mana hadisda ham bor, agar bolangiz namoz o'qimasa, 10 yoshga yetgan namoz o'qimasa, fabribu uringlar deganlar. Agar namoz o'qimasa, uringlar degan hadis bor. Endi uring degani u urarkanmiz deb bir yerini sindiradigan emas, lekin ota haqqi bor-da. Gapirsa gap ko'p, endi bir haqimiz ketmasin, Alloh taolo duo qilaylik.